qilganimizda xudo xolasa Rishtonga Muqimjon aka bog'a kelganmiz. O'tgan yili giloslar band uzunlar ichida eng yirigi bo'lgan Glaser degan nomini mana video qilgan keldik do'stlar. Hali gilosimiz yetilgan yo'q, qustidan xon. Xudo xolasa qustidan o'zi buni eksportga chiqaradi. Kalibri juda yirik, qaranglar. O'zini o'zi 100% changlatadi. Mana hosildorlikni qaranglar, xonlik holatda ham 32, 34, 36 gacha. Do'stlar mana hali gilosimiz xom, yedilgan qaranglar, band uzun. Mana shu xom holatini ham kalibrga solib ko'rsatdim. Nafasi uzilmaydi, bandi mustahkam. Bandi ham o'ta qalin, mustahkam do'stlar. Mana o'sha 34. Mana xom holatida ham mana. Do'stlar, 34. Qattiqlik bari. Zo'r gilos, kimga buni nodon akida bo'lsa, o'zini changlatadi. Mana sovuqlarda, bahorgi повторный zambrskilarda yaxshi. 100% O'zbekiston sharoitiga moslashgan giloslardan bittasi Glaser hisoblanadi. Amerikaniki do'stlar. Washington shtati. Mana band uzun, O'zbekistonga qo'qara. Juda yirik gilos. Gilos ushlab turgan bola ham o'zi o'ta katta. Toydi gilosga dam beradi u ketdi. Toydi gilosiga kelaversa dam beradi. O'zimizda vishnya, qora gilos payvandagida bo'lyapti do'stlar. Selikka emas. Selikka maksimum to kam. Biostimulyatorlar boshqa narsa chachilmagan. Ya'ni ham uncha e'tibor berilmagan ekan. O'g'it berilgan lekin, to'g'ri. Berilgan lekin bir oy oldin to'xtatganmiz o'g'it. Zo'r do'stlar, videoni gilosga qiziqqanlarga, boqmoqchi bo'lganlarga tez mana yetilganda bu 40 kalibrga chiqadi, xudo xolasa. 2026-yil 18-may. Sog' bo'lasizlar do'stlar.